Hör Uyghur Radyosu. Assalamu alaikum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radyosudan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosudan salam. Hör Uyghur Radyosu 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radyosudan her kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. Inshaalloh bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil, yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, ömlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish ömlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga jagalaydi. Hurlik yashasin. Yangi yilga yangicha xitob. Abduri Tamcha. Darmonlarda kelsakmi aciz, armonlarni ko'mib qo'ymadik. Necha asr xo'rlandi g'urur, ammo asla tizni tutmadik. Beqib har yil yangi umidda sansiz shahid uzutib qo'ydik. Bizdan sana sovg'at ko'p bo'ldi, ne muqaddas muhrlar o'ydik. Sen qaqaqlab kulib kelasan, qirov bilan judunni boshlab, biz ko'krakni yerib chiqimiz, kurash uchun bo'sug'a atlab. Tonavag'in o buyuk Uyg'ur, aldingdagi qahramon Batur, yangi yilda tayyor u yana al-vatan deb jinini atur. Yillar qani yangicha kelgin, kutarsini yangi bir avlod, sen kona deb ataq alg'ucha, shu vatanni qilg'usi azat. Yangi yil. Abduri A. Tursun. Baliqda intilgan tuq yoshliqqa, yoshliqda ham to'ymagan tuq shashliqqa. Mast xush bo'lib jilvasiga yillarning sazmasdilla yo'lni aptuq 60qa. Katillar armonlarni yetaklab, qalduq arzu bo'shikida tepchaklab, qaptu yoshliq albom bo'lib uzoqda, ayrilmasqa tirissaqmu tirajab. Yillar bilan ketib qoldi talaylar, nam ajrdan selib gigant saraylar, hasrat hijron yuraklarni tilg'aydu, yo'qligini aska sosa davollar. Do'qmishida har bir yilning bir qatim, aslimidim damlab ichdim bir chimdim. Aman bo'ling azizlarim doimo, sizlarga yor bo'lsin go'zal tilagim. Qandaq kutay seni yangi yil. Abduri Aziz Eysa Al-Kun. Yil sendin biri yana ketdi. Yengini kutib olishga yo'q meylim amdi. Zulmi zamanning xalqimga zap yetdi. Talay do'st yoralarim g'oyib bo'lib ketdi. Xo'rliqi Uyg'urning eng chekki yetdi. Erk suygan azamatlar zindonda yatdi. Millatning ko'zidan yosh emas qon oqdi. Zolimga dunyo chapalla yopdi. İnsanlık menfaatiga vijdonini satdi. Taqdim qilganing shu bo'lsin menga. Qandoq kutay seni bugun yangi yil. Yil. Ömür o'g'risi sen almasoqdin. Javob yozgan lutun sana qo'rqmasdin. Düşman qilichi kesib tugitalmagan, ammo Uyg'ur tavlangan kurash janggohida bahodir bo'lib pukilmasdin. Yil. Otning teshida men misli parvona.
kuchsizligimga tan almasdin taqdim qilganing agar menga shu bo'lsa, seni qandoq uzutay, seni qandoq kutay bugun yangi yil. Yil sendin tamg'u bo'lib iz qoldi. Qisasning o'chmas o'ti yurakda yandi. Büyük karvan safar üçün atlandi. Manzili barsı kelmez yol aldı. Ey Yuhannas, dölti yok Uygurga jahan tar boldi. Her iqlimga sürgün bulup halkım palandı. İnsanlıkı iltica buğu bar canlar. Yaşaşımı Uygur bulup günah sanaldı. Taqdim qılğının şu bolsa bana, qandaq kütey seni bugün yeni yıl. Yıl gazapdin tügüldü muşi, adalet tapalmıgan el. Yok sabrigi çidami, istiqlalga hazır bedel. Öksüdü canlar, bolmadı hayat bizge le'el. Saqaymadı Uygur beşi, asır halqıb zarı hel. Tavladı bizni jillar, bağladı köreşke mehkem bel. Toxtusun köz yaş, qılaylı emdi bir emel. Eğer soğutun Uygurga şu bolsa, zafer bilen kütey seni yeni yıl. Yeni yıl. Abduri Tamca. Ümit bilen yeni kirsem qoynunga. Көздін аққан қанны сүртіп еңімді. Hayatımdın qoğlap tünni taң білән. Meni bahаш edersem mu mehringde. Yoqatqınım sansız buldu qoynыңда. Mehir terip, mehir berip har bulup. Yalğanlada, rəngvazlada kor bulmay. Haq yolunu edersen mu sen tonup. Yeni dedi yaralmışım hazırga. Sen bersan mı özgermegen kısmetni, yaratqanğu insanlıqta ecdadım, öz aldığı ali canap qimmetni. Ecdat udum vicdanını hiç qaçan, otun qılıp hem qaqlanıp yatmadı. Sen vaysıdın dimemini aldırap, qış qoynunda tinim tonlap bakmadı. Külüp keldim her soğanğa özgece. Bu soğandın çidap yene küzgece. Tavlap çıktın şundak büyük Uygurni. Tizi pükmez take tinip tüggece. Qozğal Uyguru. Abduri Abdülhamid Uyguru. Assalamu aleykum bütün dünyadaki barlıq Uygur qeyrindaşlar. Hazır əmimiz bilginimizdek xalqimiz intayin zil tarihi bir payti turvatıdı. Hazır biz Şarqi Türkistan xalqi, bulupmu Uygur xalqi tırışıp kuraş qılsaq, avval Allah, ondan insaniyet dünyasının qo'llashi ve yardım berishi bilan asrlarcha davom qilgan qulluq va xorliqdan manguli qutuladigan, agar tirishib birlashib ozodlik uchun kurash qilmay tasdi qo'lga kelgan insoniyat tarixida oz uchraydigan bu qimmatli fursatni boshqa o'tkazsak, yer sharidan Uyg'urning izlariga topqil bo'lmaydigan, xuddi yaqinda taxtdan tushib nomi yo'qolgan yoki assimilyatsiya bo'lib tugab ketgan manjulardek dunyodan yo'qaydigan xalqliq bir payti turvatimiz. İnsaniyet tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'z qadr qimmatini bilmaydigan, ozodlik, erkinlik, mustaqillik uchun qonlari bilan, jonlari bilan, mollari bilan botirlarcha qurbon berib kurash qilmaydigan har qanday millatning, mayli u dindor bo'lsin, mayli dinsiz bo'lsin, boshqalar tarafidan, hatto o'z qondoshlari, dindoshlari tarafidan qul qilinib, ezilib, xorlanib kelganligini, hatto yer sharidan izraksiz yo'qolganlik misollarni sanoqsiz uchirtimiz. Uning ustiga bizning dushmanimiz shundoq bir pastkash, rahimsiz, qonxo'r, nomussiz millatki, dunyo tarixida razillik, askilik, qonxo'rlik, pastkashlikda tangdishi, o'xshishi dunyodan hech topqil bo'lmaydigan razil bir millat Xitoy millatidir. U dushman na o'zlarini yaratib dunyoga keltirgan Allohdan qo'rqmaydi, na o'zlariga o'xshash yaratilgan insonlardan nomus qilmaydi va xijil bo'lmaydi. Shu qadar pas Xitoy millati. Bu nomussiz Xitoyning qo'rqadigini faqat va faqat o'ziga qarshi urusha oladigan botirlar qo'shini va insoniyat dunyosining embargosi va birlikda qarshi turishdir.
Dunyoda izilgan nurg'un millatlarning kurash tarixiga qaraydigan bo'lsak, hech qanday mazlum millat dushman zulm qilsa birdek bizga o'xshash yig'lab yalurmasdan qonga qon, jonga jon elib urushib, dushman ustidan g'alaba qilgan yoki sharaf bilan qurbon bo'lgan. Bizga hozir Xitoy tajovuzchi qonxo'r jallodlarning sağgan zulmlarini boshqa millatga anglitishdanmi nomus qildigan darajada xorlanyapmiz. Bu zulmni qini sap bo'lgan barliq Uyg'urlar bilib yetdi. İnsaniyet dunyosimi tuyib yetdi. Undaqda biz zulmdan qutulish uchun qanday qilamiz? Bu haqda bizning uzoq tariximiz va yaqingi zamonlarda ajdodlarimizning Xitoyga qarshi elib borgan qonli kurashlarda biz ulgi elishqit arziydigan tarix betini o'chmas o'rin olgan nurg'un qonli kurash misollari mavjud. Masalan, Sadechin Sipilni Xitoyning nima uchun sog'anligini faqat biz Uyg'urlar emas, butun insoniyat dunyosimi biladi. Ular dal bunlardan qo'rqish tufaylidan Sadechin Sipilni qurdirgan. Bu vaqtda bir Xitoy 2014-yili tor dunyosida o'zining Sadechinni har qitim ko'rganda ig'ir xorliq his qildiganligini, qo'ldan kelsa bu nomus Sipilni tuzilvatgisi borligini e'lon qilgan. Yaqin zaman tarixidami Sadir Palvan, İshaq Hocam va G'ani Botir hamda Barin jihodining rahbari Zaydin Qarim va bulardek nurg'un qahramonlarning kurash misollari turibdi. Şoňa biz hozirgi kamdan kam uchraydigan bu fursatni qadrlab, har bir Uyg'ur, har bir Sharqiy Turkistonlik qo'lidan keladigan darajada botirlik bilan kurashga atlanishimiz, bu haqda bir-birimizga yordam berishimiz, qo'llashimiz va qo'g'dishimiz, imkoniyatning bericha birlashishga tirishishimiz, hech bo'lmaganda ozodlik, mustaqillik yo'lida hamkorlashishimiz zarur va intayin kerakli bir payt. Çatallik bir siyasiyon manga va boshqa faoliyat qilayotgan qarindoshlarga hozir sizlarning Xitoyga qarshi turishdagi eng yaxshi chora Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoiy qilmishlarini insoniyat dunyosiga to'liq anglatish. Chunki insoniyat dunyosi Xitoyning jinoiy qilmishlaridan to'liq xabar topsa, Xitoyga sizlarmi bakrak qarshi chiqadi, sizlarmi bakrak harakatga o'tadi deb aytgan edi. Afsus, mayli tashviqot maydonlari bo'lsin, mayli qurolli kurash yo'llari bo'lsin, Xitoy va Xitoyning yo'loqchilari tomonidan to'silib, monopol qilinib turmoqda. Men bu kurash yo'llarida yetib olgan, monopol qilib olgan va bu kurashni boshqa Uyg'urlardan qizg'inayotgan shaxsiyatchi, shaxs va tashkilotlarga shundoq deymanki, bu yo'lni chitlamanglar, bu yo'lni to'smanglar. Bu yo'l hammamiz mang'alig'idek keng yo'l. Düşman hammamizga yetib eshib turibdi. Zulm jonga petib turibdi. Shunga bu yo'lda biz birlashaylik, hamkorlashaylik, birlik kurash qilaylik, yo'l ochaylik, yo'l bo'laylik. Kurash nishonimizga yetaylik. Hur bo'lsin bizning xalqimiz, mustaqil bo'lsin bizning vatanimiz. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.